Qozonlardan bor ekan turlarida. Qaravalka nech bo'ldingiz? Qaravalka buni 400 ming so'm. 400 ming ekan. Shu tushunka pishir ekan. Bu ham shundan a? Qaravalka. Shundan 4 litrlik, uni 200 ming so'm. 200 ming ekan. Bu yangi choy ishlatiladi. Antikvar bu ham. Tagadan pechat narxi. Ha, eski ekan bu. Nech pul bu? Uni 100 ming qiladi. Hali uchtak chiqaradi bu. Ha, shtachalar. Uchtakchilik ekanda, hali eskilaridan. Narxlari bor ekan, senasi 2 kopek bo'lgan ekan. Mana o'tib chiqadi. Ha, bu. Ha. Uchtakchi olar ekan xullas. Qancha dedingiz? 100 ming beraman. 100 ming. Zo'r ekan lekin. Kastrulkachalar nech pul qozon kastrulkacha? Kastrulkachani 40 ming beraman. 40 ming. Betonlarchi? Beton 120 dan bo'ladi. 120 mingdan ekan. Ha, qozonchangiz ham zo'r ekan. 250 ming beraman. 250 ming. Talab kelganingizga zo'r qozonlar bor, sotilib. Sotib oldimi? Qozonlar bor. Zo'rlar bormi bitta, hali salliqlar. Mana buni bordi. Ha, bular nech pul? 10 litrliklar? Yo'q, ular 8 litr. 8 ular 400 dan qilib beraman. Rossiyskilar, eskilar. Ha, ki mana bu ham rossiyskiy uni 350 qilib beraman.